أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم biz asosliq shu hadisi maqbulniki qismlari haqida darsimizni boshlab bu darsimizninki sahih li g'ayri degan bobiga kelgan uni oldingi boblarga munosabatlik oldingi darslarga munosabatlik tushunilmagan yakunda asvoshtirishli gaplar bo'lsa oldin so'raldi bo'lmasa darsni boshlab ketdik. Biz hadisi maqbulninki qismlari shu oldimizga jadvalda ko'rib turgandek asosli 4 qism. Bu qismda biz sahih zoti, hasan zoti bu ikkisini tushunib bo'ldik. Sahih zoti ham mishadagi bizningki tushunchamiz bo'yicha yoki ta'riflardagi Ibn Hajar Asqaloniyninki bo'lgan ham keyingi ulamolar tarafdan tanlangan eng yaxshi tafsir ta'rif deb qaralgan ta'rif shu, ya'ni odil zobit bo'lgan bir roviyninki o'ziga o'xshash odil bo'lgan bir zobit roviydan hadisninki asli manbasiga qadar bu hadisda hech qanday shoz bo'lmasdan, illat bo'lmasdan sanadi muttasil bo'lgan hadisni biz sahih zoti dedik. Undan keyin sahih zoti bilan sahih g'ayrininki degan so'zlaymiz. Buningki bog'lanishi sahih zoti bilan hasan zotining bog'lanishida mishadagi sahih zoti bilan hasan zotininki biz kallamiz arayotgan naiti kallamiz so'zlashlik muhim bo'lgan tarafi bor. Sahih zoti, hasan zoti her ikisi tamamen şu 4 xil adalet rivoyat, ittisal sanad, adam shuzuz, adam illa degan 4 xil shartda tamamen o'xshash. Hammasida meyli hasan zoti bo'lsin, meyli sahih zoti bo'lsin, bo'ldi hammasi o'xshash. Ittisal sanad, adalet rivoyat, adam shuzuz, adam illa. Bu shartlar to'liq shart qilinadi. Buningda hech qanday buningki farqlaydi arasak bo'ldi. Ama sahih zoti bilan hasan zotining birlam farqi faqat shu zabtida. Yani raviyning zabtida bu bir muhim narsa. Bu farqlar desa ilishga bo'ladi. Hasan zoti bilan sahih zotining faqatlam farqi raviyning zabtida. Mao buningki sahih zotininki raviylarininki zabtisi tammiz zabtida. Bunga o'lcham qo'yiladi. Ama hasan zatiga tammiz zabti degan o'lcham qo'yilmaydi, balki o xafif zabti. Zabti man xafif zabti bo'ladi. Shu zabti xafif bo'lgan bo'lsa-mu, qolgan 4 shartda tamoman sahih zatining shartlarini o'zgartirmagan, faqat zabti kelgan chog'da farq faqatlamish yerda xafif zabti bo'lib qolgan bo'lsa, undan keyin biz buni hasan zati deydik. Endi bugun o'qiyotganimiz sahih g'ayri, bunda kitobda chizma chiqadi, bu yerda ko'rganimizda kitobning chiqadi bu sahih g'ayri degan nima desa, sahih g'ayri degan asli bu normalda o'zining san'atdagi to'liqlagan shartlari, bu san'atdagi bizning qo'ygan o'lchamlarimiz bo'yicha o'zining mustaqil bo'lgan bir san'atni o'lcham qo'ygan chog'imizda bu nima desa, asli hasan zoti. Ya'ni shu xafif zabt bo'lgan ama yuqori to'sharlar to'liq bo'lgan mushu xil shakldagi bir hadisni biz hasan zoti asli sanadi mufrat mustaqil holda bu hadis asli hasan zoti. Ama bu hasan zoti bo'lgan hadis, ya'ni sanadi shu bir sanadi bo'yicha hasan zoti bo'lsa, biz yuqoridagi aziz mashhur qilsak, buning yana bir yo'li deganimiz aziz bo'lgan hadislarning yana bir sanadi bor. Shu sanadi Şumu yana şu hasan zati bo'lgan yo'lni yana bir qatilgan bo'lsa, yana buning sanadininki ikki bo'lish orqali bu xafif zabtidan iborat bu yipilib buni o'qishlikda sahihlik darajasiga turadi. Endi bu sahih bo'lishi buningki sahihninki shartlarini to'liq hammasi mukammal qilganlik emas. Buning sahih shu g'ayri degani shu. Sahih zatiga sahihning biz qo'ygan shartlarining hammasi to'liq mujassamlagan. Ammo mas sahih o'zininki zatida o'zining sanadidagi har bir o'zi mustaqil biz tashkil qilgan chog'imizda u ravisi sahihning shartlarini to'liq o'ziga mujassamlagan emas. Balki hasan zotininki shartlarini mujassamlagan. Ammo faqat buning yo'li aziz bo'lish orqali, ya'ni uningki yo'li ikki bo'lish orqali yana bu sahihlik darajasiga ko'tarilgan bu xil sahihni biz sahih g'ayri deymiz. Shunga uning ta'rifida mishaga aslida shu
bu üzgü o'xshash, yana üzgü o'xshash degani, üzgü o'xshash yana hasan lizati bo'lgan yoki uzun kuchliroq, yana hasan lizati bir daraja kuchli bo'lgan, masalan sahih bo'lgan yana bir yo'l orqali nima qilgan bo'lsa, kuchaygan bo'lsa, buning sanadi undan keyin bu hadis sahih g'ayriga aylanadi. Ya'ni sahih, ammo o'z zotidagi shartlar emas, balki ama hasan g'ayrini bilgan o'qiymiz inshaalloh. Hasan g'ayri deganimiz asli bu hadis maqbulning dairasiga o'zidagi ravi, o'zidagi shartlar bilan muayyan biz belgilagan hadis maqbul qo'ygan shartlar bilan maqbul hadislar dairasiga kirmaydi. Hadis aslida o'zidagi zaif, ya'ni maqbul bo'lmagan hadis. Ammo bu hadis, ya'ni u yo'llarning boshiga shu yo'llarning ko'p bo'lishi bo'yicha ardiqku, shu yo'llarning ko'p bo'lishi bo'yicha bu hadis sanadi bir emas, sanadi bir aziz yoki sanadi mashhur, ya'ni bir qancha sanatdan kirish orqali bular bu acizlikni kuchlantirib bu hadisni nimaga aylangan va hasanga aylangan. Ammo hasanga aylanishiga sabab bu hadisninki o'zininki shartlarini, hasanning shartlarini to'liq mukammal qilganligidan emas, balki bu yana yo'lninki ko'p bo'lishi, ya'ni yana bir yo'ldan maqilganligi u sanadi kuchayganlik sababidan bu hadis hasanga, yana maqbullik darajasini eng tuvancha qo'ygan hasanlik darajasiga o'tkazgan. Shunga bu hasan bo'lsa-mu, o'z zotining jihatidan bo'lmagandek, shunga g'ayri, ya'ni yo'li ko'payish sababidan boshqa bir ozitning ya'ni kuchlantiruvchi bo'lgan bir yo'lning sababi bilan undan keyin bu hasanga aylangan hadis deymiz. Buning tafsilotlari inshaalloh bugungi darsimizdan tafsilotida chiqadi. Hamda asal g'ayri deganimiz qanday adasisa mushu. Ana aslidagi asli hasan tigi zaif va zaif izata turadi. Asli u hadis nimada u o'zi zaif, ya'ni maqbul emas. Qachon u hasan g'ayri agar uning yo'lining bo'lsa, yo'li ko'p bo'lgan bo'lsa, ya'ni uningki yo'li sanadi anda g'arib bo'lib qolmay, yana bir qancha yo'ldan kelgan bo'lsa, uning zaifligining sababi, ya'ni hadisning maqbul bo'lmasligining sababi raviyning fosiq bo'lishi yoki raviyning kazzob bo'lib qolishi bo'lmagan bo'lsa deydi. Demak, endi my gap nima desa, raviyning fosiq bo'lishi, raviyning kazzob bo'lishi. Bu shu adolatli raviy haqida biz to'xtalgan chaqda tafsil so'zlaymiz. Bu umumiy bo'lgan maqsad nima desa, bu hadisning zaifligi qattiq zaif. Masalan, hadisning raviy kazzob bo'lib qolgan, masalan, hadis mavzuga o'xshash. Hadis mavzudan hatto natija kelsa, bu hadis nimaga aylanmaydi? Maqbul aylanmaydi. Yoki u raviyning fosiqlik sababidan, masalan, hadis munkarga o'xshash, hadis buningki bu zaiflikka qattiq zaif bo'lib qolgan bu yo'llarningki qancha dona yo'li ko'paysimi, bu hadis yana maqbulga, yana hasan g'ayriga aylanmaydi. Ammo hadisningki raviylarningki zaifligining sababi unda qattiq zaif emas. Ma'lum darajadagi qisman sabablardan zaif bo'lgan bo'lsa, undan keyin buning yo'li ko'payish orqali yana bir yoki ikki yo'l uni qitlib, ya'ni aziz bo'lib yoki mashhur bo'lib, undan keyin bu hadis maqbullik darajasiga turadi. Ammo u maqbul darajasidan ortmaydi. Endi biz kitobga kirsak, qolganga bu tafsilotlarni taxman aniq tushunamiz. Bugungi darsimizning asosiy mavzusi sahih g'ayri. Sahih g'ayri bay jadvalda ko'rganimizdek ta'rifi u hasan lizati turki nima qilgan o'ziga o'xshash yoki o'zidan kuchliroq bir yo'ldan nima qilgan rivoyat qilgan. O'ziga o'xshash yoki o'zidan kuchliroq, ya'ni o'ziga o'xshash hasan lizati yoki o'zidan kuchliroq, yana bir sahih yo'l bilan rivoyat qilingan chaqdagi hasan lizati hadisning ismi nimadir? Va sahih g'ayridir. Demak, bu hadisning asas sanadi shu hadisning sanadiga qo'ygan shartlarninki o'lcham bo'yicha qo'yganimizda bu hadis nima bo'ldi? Hasan lizati bo'ldi. U qachon o'zining o'xshash, ya'ni hasan lizati bo'lgan yo'l yoki o'zining kuchli bo'lgan, bir daraja kuchli bo'lgan sahih yo'l, ya'ni yana bir yo'ldan kelgan bo'lsa, undan keyin bu hadisning mushu sanadi, ya'ni mushu yo'li bu hadis hasan lizati qaynodir. Yani sahih g'ayriga. Endi buni biz sahih g'ayri deb atadik. G'ayri degan gapdan chiqib turadi, o'z zoti bilan, o'zining shakli bilan mustaqil sahih bo'lmagan, boshqa bir g'ayri sababidan, ya'ni ma'lum bir ojiz sababidan sahih bo'lgan deb.
Nimişqa sahihlik bu sanatning o'zidan, ya'ni sanatning o'zidagi sanatning sahih bo'lishi qo'yilgan o'lcham shartlarni to'liqlaganlikdan kelgan emas. Ya'ni sanatda shu sahihga qo'yilgan o'lcham shartlarni to'liqlaganlikdan undagi sahih bo'lgan emas. Faqat uningga nimish kelgan desa, u g'ayrininki, ya'ni g'ayri yana bir yilninki, yana bir sanatninki uningga qatilishidan kelganlik bilan jihazdan bu sahihlik, bu hadisni biz mushu nuqtadan sahih li g'ayri deymiz. Bunun mertebesi karşıysa mertebesi bu bizden medresin makbulun mertebelerini tetki bulgan olan en birinci yukarısı hadis sahih. Ama o sahih li gayri bu üçüncü mertebesi hasan li zatı tutan. Yani sahih li gayrininki nimesinden o sahih li zatı, sahih li gayri li zatı tutan ama a'la minel hasan li zatı. Lizahtetten bir mertebe üstündür. Sahih lizahteninki tönüdür. En yukarısı bir deylik yukarı turduğunu sahih lizahtinin tönünde sahih ligayri, onun tönünde hasan lizatı, onun tönünde hasan ligayri turur. Demek bu sahih ligayri diyen mertebe makbul hadisler mertebesininki ikinci mertebesi. Yani en alası sahih lizatı onun tön. Ama hasan ligayri جو أسأل لزاهتن جو يقرب. مش قارسة بو أسأل لزاهتن يقرب لجدا بو يول أزو أسلم مستقل بوغان جغدمو أسأل لزاهتن şeklini toluqlaytdı. Ama bunun yolu aziz olup ya kede meşhur olup yani başka bir yoldan ikiliş arkalık bu yani küçeygendiğin bu tabiilikinde normal yani qeydi senede bir boğan asal lizahtlardan üstün turudur. Mesela bunun misali Muhammed ibn Amr'ninki Ebu Seleme Ebu Hüreyre rivayet kılan hadisi. Dedi ki Ebu Hüreyre Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam degan eğer mening ümmetimge muşakkat bo'lmagan bo'lsa albatta men har bir namoz qilgan chog'da namoz o'qigan chog'da misloq qilishga ularni buyurgan bo'lardim dedi. İbn Salahninki tushgan musharisninki biz sahih g'ayriga keltirgan misaldagi nuqtasi deydi Ibn Salah. Muhammed ibn Amr ibn Alqama bu sidqi siyanatlar meşhur bo'lgan kishilardan. Yani sidqi siyanatlar meşhur degani buning adolatida hech qanday masala yo'q. Demak bu raviniki ahsalisi normal boshlanadi. Faqat buningki adolatida itqi bu siyanat bilan muchurva sidqi siyanatlar meşhur. Lekin bu ahli itqondan emas. Ya'ni zabtida buning javobi sahihga qo'yilgan o'lchamlardagi itqon, ya'ni zabti ahli emas. Hatta ki bazı bizdeki cerh ta'dil ulamolarimiz onunki muşura hibzininki nachar bo'lganligi, ya'ni hibzining sal tuvan bo'lganligi, hibzida ma'lum masala bo'lganligi bilan uni zayib deb qaragan. Demakki, bu ravi hadisiz sahihning o'lchimini tushirgan zabtininki shartlarini o'ziga to'liq mukammal to'liqlagan emas. Balki ma'lum darajada uning zabtida ma'lum sifat bor. Hani bazılar onunki sıdıkı, onun rasul olganlığı cihetten, onunki celalatının cihetten, yani onunki naiti onunki boğallıqının cihetten, yuqur onun boğallıqının cihetten bunu tevsik qilib, bazılar bu yani hem adalet hem zat cihette bunuğa icabi baha vergan. Gap namaz böyle bu ravininki adaletida yoki erisning boshqa maqbul bo'lishga qo'yilgan shartlarda hech qanday masala yo'q. Faqat shu yerdeki su hibzi cihetten, zabti cihette ma'lum ulamolar tarafından cerh ulamolarimiz bunu nima qilgan, iliqlagan sababidan bunun hadisi mush nuqtada nimadir va hasandir. Yana o shu ravi, yani Muhammed ibn Amr ibn Alqama degan bu ravi tammiz zabt bo'lgan ravilarning qatorida emas, balki zabtiki ozliq sababidan nima qilgan hadisi hasan bo'lgan ravilarning qatorida. Demak, mush nuqtadan bu hadis hasan hadis. Yani bu hadis aslında normalde hasan lizati bo'lgan hadisda bu hadisninki mushu o'rniga bu hadisninki boshqa bir yo'llardan rivoyat qilingan bo'lganligi qatildi. Yani boshqa bir yo'ldan bu hadisning rivoyat qilingan bo'lganligi buning qatildi. Demak, bu hadis Muhammed ibn Amr ibn Alqamaning sanadidan boshqa bir yo'ldan bu hadisni qilindi va buningki sanadi, yani buningki yo'li yani bir ojizlik. Demak, endi mush sebebinden yani başka bir yol arkalık biz o ravinin musu'daki mesele sebebinden yani su'el hibzi bo'lganlik müşahedeki hibzideki ma'lum azlık sebebinden biz onu qo'qilgan narsa yani biz onu qo'qilgan edisiga anlagandek yani ravinin o'zi ushudagi kishidan edisini anlagandek tuviniga yetkazishdan iborat bu xildardagi biz qo'qilgan narsa
Yani güzelmeyi qalamtiki, unutup qalamtiki, özgürüp qalamtiki kelip mana qoqqan narsa şu sebepten yana başka bir yolunu rivayet qilish orqali bu yo'q deydi. Şunun bilan bu şu orqali aşağıdaki biz ensirgen meşadaki azgına şu kemçillik yani aşağı hafzadaki yani zaptdaki azgına acizlik ya da başka bir yol orqali onu itildi. Bu hadis şu sebepten sahih oldu. Şunun bilan bu hadis sahihla qatori g'armi qildi va ketdi, ammo lizati emas yana. Yana şu başka bir yoldan kelganlik sababı sahih g'ayri oldu. Demek bu hadisninki sahih g'ayri bo'lishininki sababi mana bu shu demek. Demek misal demek endi bu bizningki jiq tushuntirishnomajik masalan oyat yo'q. Demek biz sahih g'ayri tushunish uchun avval hasan lizatini tushunsak, hasan lizatini tushunsak, hasan lizatininki tushunib bizningki şu qachoniki hasan lizati bo'lgan bir hadis shu biz hasan lizati bo'lishiga sabab ko'rsatgan zabti xafif bo'lib qolgan ravining o'rnida ya'ni shu nimadan boshqa ayrim bir yo'l bilan yana şu hadis şu sanatninki rivoyatidagi ma'na ayni so'zdan o'zgarib ketmay zitkib qolmay rivoyat qilingan bo'lsa bu hadisdan o'tgan sahih g'ayriga aylangan deganni tushunsak bo'ldi. Demak buni tushunish uchun hasan lizatini yani oldingi darsimizda to'liq tushunganlar ma'noga jiq qilolmaysizlar. İkinci birisi bizningki bugungi darsimizda hasan g'ayri. Hasan g'ayri bu boy tushunib o'tdik. Hasan g'ayri aslida bu hadis hasan g'ayri g'ayriga chiqdi. Hasan zatini deb bo'lgan. Shu u o'zi mustaqil holda hadis maqbulning qatoridan. Hadis maqbulning qatoriga uzluki shartlar bilan to'liq kiradi. Yo'li ko'paygan chog'da hadis maqbulning ishida bo'lib bo'lgan bo'lsa-mu, uni deyisi kutalib, yana 3-numurliq yana hasan hadis hozir 2-numurliq sahih g'ayri hadis ko'tariladi darajasi. Ya'ni hasan sahih g'ayrining darajasiga. Ammo hadis hasan g'ayri degan bo'lsa, hasan g'ayri asli o'zininki sanatga qo'ygan o'lcham, sanatga raviylardagi shartlarninki sabab bilan bu asli hadis maqbulning qatoriga kirmaydi. Ammo belgilimizda buni ta'rif qilganimizda bu asosiy bir shardaki hadis asli zaif. Yani zaif deganimiz hadis javob maqbul emas. Yani bu maqbul bo'lmagan, yani biz maqbul deb qolgan hadislar kirmaydi aslida. Bu asli zaif. Qachon zaif? Uninki yo'llari, yani uninki aşıp zaif sebep bo'lgan aşağıdaki aşuninki yo'llaridan bu qolganiga ko'paygan chog'dagi zaif. Ammo uninki zaif bo'lgan chog'da zaifniki uni qattiq zaiflari bor. Mesela hadis munkar deymiz, ondan keyin mesela mavzu deymiz bu asariyatdan onda neçüz kelsema bununki maqbullik darajasiga kirmaydi. Uning zaifligining sababi oddiy bo'lgan sabablardan. Bunda zaif bo'lgan, uning o'rnini to'liqlash mumkin bo'lgan ma'lum bir illatlar sababidan zaif bo'lganlari bor. Demek endi buning zaifligining sababi ravining fosiqligi yoki ravininki kazzab bo'lib qolishi bo'lmagan. Yani ravining fosiqligi kazzab deganimizda bunda bo'lgan asosli bo'lgan maqsad hadisning zaifi, yani ulamolarimiz zaifini cho'ng jihatdan ikki bo'ldi. Yani zaifi shadid, xafif deb. Endi bu zaifi xafif deganimiz endi buningki yo'li, yani yengil bo'lgan zaiflar buning yo'li ko'paysa, yani ayrim bir yo'ldan yani o'zi o'xshash, yani xafif bo'lgan yo'ldan yoki o'zining kuchli bo'lgan yana bir yo'l orqali bu yo'li ayrim yo'l orqali rivoyat qilib yo'l ko'p bo'lgan bo'lsa, bu hadis yana maqbullik darajasiga kiradi. Yani hasan darajasiga ko'tariladi, ammo hasan g'ayri deyiladi. Endi bu ta'rifdan chiqadi kerakda. Endi hadis zaif, yana belki zaif deganimizdan abay qilam yakun sabab zafihi psixoravi al-kizb degan gap chiqdi bu haliqa endi kuchli zaif emas. Zaif deganda mishadaganda butun zaif chog'da o'ylab qolmaydi. Ay biz yuqorida biz o'lcham qo'ygan, shart qo'ygan shu zaif, ya'ni kuchli zaif bo'lmagan, haliqa ma'lum bir ozitning sababidan, kuchlantiruvchi yo'lning sababidan maqbullik keladigan darajaga zaif. Endi mushunda bir zaif hasan g'ayrilik darajasiga yetkazadi, o'ylaydi ikkiniki biri bilan. O qasisa birincisi neydi bu min tariqin ahir farsi. Yani biri yoki birdan boshqa bir yo'l orqali. Yadruva min tariqin ahir farsi. Yani biri yokanda birdan ko'p boshqa yo'l orqali rivoyat qilinganki, o yani boshqa yo'l, yani boshqa yana bir sanatdan kelgan u yo'li shu bizning asli biz tutgan shu hadisninki o'xshashi. Yani shuni o'xshash, shunda zaif uning xafif bo'lgan shu xil darajadagi bo'lish kerak yoki undan kuchliroq bo'lish kerak. Masalan, normal zaif xafif bo'lgan hadisning birisi bor, ammo uning tu'unda zaif shadid bo'lgan, yani mavzu yoki munkarlardan ilqana deymiz,
qancha onu rivayet qilinib kelsa bu zaif hafif o nimaga aylanmaydi? Hasanli g'ayriga aylanmaydi. Ammo bu hasanli g'ayriga aylanish uchun üzgü o'xshash hasanli g'ayriga aylanish sharti bilan to'ldirilgan hafif bo'lgan hadislar bo'lishi kerak yoki uzun kuchli bo'lgan yana bir yo'ldan rivayet qilinishi kerak. Anda uzun tuvan bo'lgan zaif shadid bo'lgan yo'llardan bir qancha yo'l orqali rivayet qilinsa hadis bu onda hasan g'ayriga kelgan hadis maqbul qatoriga kirmaydi. Yana birisi uningki aksariyatning birisi deydi-ki, hadisninki nimasi ojizlikning sababi ya o ravininki hifzininki nimasi ojizlik sababi yoki san'atdagi inqito yoki raviyadagi jaholat sababidan bo'lishi nima kerak bo'lishi kerak. Endi bu yerdagi bu degan gapimizning hammasi o raviylardagi sharilik olib qo'yilgan qo'rqinchlik, masalan, g'arazlik, masalan, raviy qizlab tuhmatlangan yoki bu hadislarninki bunda raviylarning ichida ma'lum psixisına ait ig'ir fasiqlik bunda bir imonga ta'sir qiladigan yokanda bunda jaytki ig'ir fasiqlik bilan tuhmatlangan bunda kishilar bo'lib qolgan bo'lsa bu bo'lmaydi. Ammo faqat degan mishadagi hadisning azobi raviydagi hifziniki misol nacharlik, masalan, raviyning zabtida ma'lum anda her anlaganni öz piri tüvende yetkazoladigan necha 10 hadis anlasa masalan bizdan siqar ravilarga o'xshash necha 10 hadis anlasami buni yana tünga shu anglagan piri öz piri yetkazoladigan munda darajadagi emas ma'lum buningki e'tiqodida axloqida hadis ko'rsatgan hurmati buning sevgisi qanday masala yo'q, ya'ni adolat masala yo'q, faqat hifzidagi ma'lum sabablardan bo'lib qolgan bo'lsa bu yoki endi uni hadisdagi inqito sababidan, masalan, hadisning inqito dekarisi yoki muallaqkan, hadisningki raviysningki inqito sababidan yoki endi bu qarisi masalan mursal deymiz, ya'ni oxirdagi ma'lum. Demak, bu yengil buning masalasini ason hal qiladigan amanda zaifliklar bo'lishi kerak. Ammo kuchli zaif bo'lib ketgan bo'lsa, yana bo'lmaydi degan gapga shundanki qilayotgan izohlar bizdir. Yoki raviylardagi bo'lgan jaholat. Endi raviylardagi biz uningki raviylardagi nimasiniki biz ma'lum bir hadis oldimizga keldi, unda bir ma'lum bir raviy bor. Bu raviyninki biz uningki hadisi maqbul bo'lgan raviylardanmi yoki maqbul bo'lmaydigan raviylardanmi degan aloqada hech qanday ma'lumot yo'q. Ya'ni bizningki biz ma'lumotimiz bo'lmagan bir majhul. Endi bu yerdagi bu majhul bo'lgan raviy bo'lganligi sababidan bu hadisdan bo'lib qoldi va zaif bo'lib qoldi, maqbul bo'lmagan hadis bo'lib qoldi. Endi bu hadis yana bir yo'ldan keldiki, u yo'lda yerdagi o jaholat tuganlik yakanda shu jaholatning o'rnini to'liqlaydigan bir kuchli bo'lgan yakanda shu uzoqcha o'rni kuchliroq bo'lgan yana bir yo'ldan bu yerdagi ojizlik itilgan bo'lsa, bu hadis yana maqbullik darajasiga ko'tariladi, hadis hasan li g'ayriga aylanadi. Ammo bu hadis hasan li g'ayrining martabasi qancha hasan li g'ayrining martabasi bu hasan li zotininki misol martabasidan tuvandir. Demakki, hadis maqbulning ichidagi eng tuvan o'lcham mush. Endi bu eng tuvan hasan li zoti 3-tur, ammo hasan li g'ayri 4-tur. Darajada endi buning tuvanga chiqib ketgan bo'lsa, hasan li g'ayrining chiqib ketgan bo'lsa, buning ismining hammasi hadis zaif yoki hadisi g'ayri maqbul deymiz, bitib ko'ramiz. Endi buni biz inshaalloh kelagi darslarimizda shu maqbul bo'lmagan, eng tuvan o'lchamda bu hadis li g'ayri darajasi tushunmagan hadislarni o'rganamiz. Ya'ni yomon ko'p shu bobda qolgan tushunamiz. Endi shuning asosan bir narsa chiqadi deydi. Agar hasan li zoti hasan li g'ayri bilan nima qilib qolsa, zid qilib qolgan bo'lsa, hasan li zoti ilgari qo'yadi. Biz abayimizda-ku bu yerdagi martabalar bo'lishimiz sabab, masalan, sahih li zotini 1-darajaga, sahih li g'ayrini 2ga, hasan li zotini 3ga, hasan li g'ayrini 4ga bo'ldi. Endi bu yerdagi bir sababi nima desa, agar hadis, masalan, sahih li zoti bo'lgan hadisning birisi bilan sahih li g'ayri bo'lgan hadis ikkisida aruz kelgan bo'lsa, zid qilib qolgan bo'lsa, uni jihatda biz sahih li zotini olamiz. Chunki u darajadagi sahih maqbul hadislarning eng birinchi bo'ligi, eng ustuna. Sahih li g'ayri turibdi. Agar biz sahih li g'ayri bilan hasan li zoti hadisni qilgan bo'lsa, qarshilashgan bo'lsa, yoki zid qilgan bo'lsa, biz u chaqda sahih li g'ayrini olamiz, hasan li zoti hadis turib turadi.
Ammo sahih zati bo'lgan hadis bilan sahih g'ayri bo'lgan hadis ikkisi ta'arruz kelgan bo'lsa, ya'ni bu chog'da biz bu hadisning ichidan hasan zati olamiz, hasan g'ayri turibdi. Demak, o'zi bir ta'arruzsiz, yoki buni qarshi keladigan bir hadis yo'laqmagan chog'da hammasi o'z zotida mayli hasan zati bo'lsin, hasan g'ayri bo'lsin, hammasi o'z zotida maqbul. Ammo qachonki bu tür daraja hadislardan birisi o'zininki bir mavzusida, o'zininki birisi ta'arruz kelgan bo'lsa, jug'lash mumkin bo'lmagan chog'da biz qanday qilamiz desa, ikkisidan birini ilk to'g'ri kelgan chog'da biz yuqori martaba olamiz, aşağıdaki tuvan martabaga turib turdi. Adamın hükmü nima desa, hükmü o hujjat keltirilgan maqbullarning qatoridir. Shuni shuni hujjat keltirilgan maqbullarning qatori shu qismini sanadik, bu hükmü shu. Misali qasidisa, mesela Tirmizininki rivoyat qilgan hadisi, buni Shu'ba Asim bin Abdullahdan, o Abdullah ibn Amr ibn Rabi'adan, o o'zining dadasidan rivoyat qilinibdi. Masalan, Mishadagi bani Fazara degan qabiladan bir ayol tazavvajat ala na'layn, ya'ni mehr hisobi bo'lib ikki kashga nima qilgan, to'y qilgan degan shu hadisni rivoyat qilindi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisni ilmeniz şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayolga deyken keşke layıkta elzem bo'lgan bir mehre. Bunu sen üzenge, senin melanga, üzangni ikki keşke bir işe razı olduğunu deb ayol hadepti. Resulullah bu nikahni durust deb yo'l qo'ygan yoki uni java ijro qilgan deydi. Demak, endi mushadagi hadisni Tirmizi aytdiki, fil babi mush hadis mushu babda, ya'ni mushu babda, ya'ni mushu mazmunda Emre Ömer'den ve Ebu Hüreyre'den ve Ayşe ve Ebu Hadir'in bu hadisler bah. Hem de bu Asim bu hadisindeki asli biz ümeklivatkan kişi mesela Şu'beninki yukarıdaki şeyhi bu zayıftır. Bununki ne sebepten zayıf? Hepsi zayıf bo'lganligidan jihatı. Şu biz aylık hepsi aciz bo'lganligidan jihatı, yani zabti bo'lmaganligidan jihatidan bunun da hadis nima bo'lgan, zayıf bo'lib qolgan. Ama Tirmizi bu hadisni nima qildi? O Hasan dedi, nima qarasa, o undan boshqa yo'llar orqali qilmaydi. Mush babdagi hadis o Umar Abu Hurayra boshqa yo'llardan kelganligidan jihatidan ma hadis gerçi ma Asimninki o'zininki hadisi maqbulning shakliga tushmasimi? Hadisi maqbulning shakliga o'zininki biz raviyning o'zida qo'yilgan shaklarga to'liq qilmagan bo'lsa, masalan, zabtiga aloqador shakni biz ma'lum boshqa bir yo'lga kirish orqali bu yerdagi ojizlikning sababi yo'qolganlikning yoki ojizlik nuqtasi itilganlikning sababidan hadis maqbulga aylandi, ya'ni hasanliga erishildi. Unda bo'lsa bizningki hadis maqbulninki turlari ham hadis maqbulninki ta'riflari, ya'ni bu turning ta'riflari haqidagi bo'lgan bayonimiz tugadi. Şu 4 türlük hadis şu. Yani meni qolgan bir muhim gapim yo'q. Endi bu yerda shunga aloqador. Yani bu ayrim turlar emas. Yani ayrim bu maqbul hadislarning turi manchili deb 4 turlar tugadi. Endi ma'uning aloqador. Bu hadis maqbulga aloqador shu babba. Yani bu gerçi hammasi hadis maqbul bo'lsa-ma. Masalan, tuyatda biz hadis maqbul 4 turga bo'ldik. Bu 4'si maqbul. Endi shunda bo'lib bo'lgandan keyin masalan hadis sahih dedik, hadis hasan dedik, hadis sahih g'ayri, hasan g'ayri dedik. Demek endi shundan boshqa bu biz hadisdan sahihlik qo'ygan o'lchamdan boshqa hadislarga aloqador bo'lgan ma'lum bir ovorizatlar tufaylidan o'lcham qo'yilgan o'lchamlar tufaylidan hadislarga ma'lum o'zgarishlar bo'ldi. Endi shu san'atga yoki shu raviylarga shu o'zgarishlar sababidan ham yerda bir bab meydana kelgan, bu bo'lsa xabarul ahad al-maqbul al-muhtab bil qara'in deydi. Endi bu sherdagi qayinlar deganni tushunamiz. Qayinlar deganimiz bu dalil, paket yokanda shu bir narsaniki, misol ko'rsatgan qarina bu tushunishdi. Endi muhtab degan asl lug'atda bu bunda bir narsa o'ralgan, ya'ni degan ma'noda. Endi buni biz zag'ishlab degan chog'imizda qayinlardan o'ralgan maqbul bo'lgan xabarul ahad. Endi o'zida xabarul ahad hem maqbul yuqoridagi 4 nomers kirdi. Ammo u maqbul bo'lib, masalan, sahih bo'lib bo'lma, sahih bo'lgandimi, sahihning shaklini to'liqlab biz qo'ygan 5 shartni to'liq bo'lgandan tashqari, bu yana shu hadisning texmi rost, texmi sahihligini kuchlantiradigan
va 5 şartdan tashqari bo'lgan ayrim bir bilan qaylar bilan billa kelgan maqbul hadislar. Endi bumi bizniki ulamolarda nima qilingan iznilgan etimlardan birisi. Endi buni ayrışlık sebep nima desa, shu abay degan joyimizdagi ta'aruz. Masalan, o'xshash bir sahih hadis, o'xshash bir sahih hadis. Her ikisi sahih, lekin bu ikisi o'z mavzusini keldi va birisiga ta'aruz keldi. Buni jug'lash mumkin bo'lmadi, yoki nasibni olish mumkin bo'lmadi. Chuqur birini elib, birini qo'yishga to'g'ri kelgan chog'imizda, u chog'dagi biz mushu xabarul ahad al-maqbul muhtabbil qara'in degan mushagacha va qaytimiz. Demak, bu garchi her ikisi sahih bo'lsa-mu, yana birisi sahih, yana biri qarag'an vaqtida o'zining sahihligini kuchlantiradigan nurg'un dalil, nurg'un qaylar bilan o'ralgan, yana uni bilan birga kelgan bo'lsa, buni oldin qatoqqa chiqaramiz. Madem deydi, o'ziniki kitob kirishning avval o'ziniki muqaddimasida deydi-ki, maqbul qismlarining oxirida men mushu muhtabbil qara'in bo'lgan maqbul hadisni tadqiq qilaman. Muhtabbil qara'in bo'lgan bilan maqsad, ya'ni qanday hadis ahata vaqtana bihi min al-umur az-zahir wal maqbul mashrut. Ya'ni shartlarda maqbul bo'lish uni talab qiladigan narsalarga ushqchi bo'lgan ma'lum bir ishlar uniga yaqin kelgan. Ma'lum bir ishlar uniga yaqin kelgan yoki uni qo'rg'an, bunda bir qo'rg'an, bunda bir o'rg'an bilimlarni qaylardan o'ralgan bo'lishi, ya'ni o'ralg'uchi bo'lishi maqsadda o'raydi. Demak, bu hadisda shartlarda bor maqbul talab qilgan, ya'ni hadis maqbul bo'lish uchun biz qo'yilgan shartlarningki o'zi nihoyat to'liq tepildi. O'sha 5 shartdan ziyoda yana bu hadisninki sahihligini, rostligini kuchlantiradigan ma'lum qariylar buning javob birga kelgan, bunda bo'lgan maqsad belgilangan shu. Endi mushu u xabar maqbulga, taqdiri bil xabar maqbul, ya'ni xabar maqbulga yaqin bo'lgan mush ziyoda ishlar, mush ziyoda shu 5 shartdan boshqa ziyoda ortiqchiliklar, ya'ni ortiqcha bo'lgan mush ishlar u hadisninki, o sahihga o'qishdi, u hadisga, shu hadis xabar maqbulga quvvatni, ya'ni kuchni ziyoda qiladi va uningga boshqa mush ziyoda ishlardan bo'lgan, ziyoda ishlardan xoli bo'lgan maqbul xabarlardan buning ustiga bir nima qildi va mizatni ortiqchilikni qo'ydi. Va uni, ya'ni mushu muhtabbil qara'in bo'lgan xabarni boshqa muhtabbil qara'in bo'lmagan xabarlar ustidan kuchli qiladi. Demak, bu yerdagi qara'inlar mush ziyoda ishlar bu mushu qara'inlar mushundan birliktirish orqali o'xshash bo'lgan, o'zi mushu sahihniki 5 shartlarni hadis maqbulning 5 shartlarini to'liqlagan boshqa normal muhtabbil qara'in bo'lmagan hadislar ustidan bu hadislar ustida ma'lum bir aloyinlik, kuchlilik bo'ladi. Mesela bu qanday bo'lgancha bu ishlar qarasa buning turlari bir qancha bo'lib, masalan muhtabbil qara'in bir qanchalik buning eng mashhurisi hadisninki mush mutawatir darajasiga yetmagan, ammo mush yerlardan Sahih Buxoriy va Sahih Muslim chiqadi. Endi haqiqatan mush Buxoriy va Muslimda bo'lganligidan o'zi foydasidan, ya'ni Buxoriy Muslim buni keltirib, ya'ni muttafaqun alayhimiz bu muttafaqun alayh bo'lganligidan o'zi u hadisninki bir qancha qaylardan nima qilgan bo'ldi o'rgan. Yani hadisning Sahih Buxoriy Muslim uni muttafaqun alayh deb ikkining kitobini chiqarganligidan o'zi bu hadisninki bir qanchilgan qaylar bilan nima qilganligi va o'rganganligi. Masalan, u birinchisi u Buxoriy va Muslimning mushu babda fi hada sha'ni hadis ishida nihoyat ustun bo'lganligi jihatdan buningki hadis sohasida mushu endi mayli har bir kasbning usuli faloni kishniki eng yuqori saviyasidagi peshvosi faloni deb. Ammo bu hadis sohasidagi eng peshvo hadisni maqbullarni ayrıştaki en çok pişva o Buxoriy ve Muslim. Demek ki en çok pişva bunu maqbul deb olgan ekan, normal bo'lgan yoki ulamolar buni maqbul degan qarag'an vaqtida bir daraja bunda ustunlik bo'lgan. Demak, muttafaqun alayh deganlikmi bir muhtabbil qara'in bo'lganligining alomati deydi. Endi uning qaç muhtabbil qara'in bo'lgani yana bir xosisi u ikkisiningki sahihni g'ayrini ayrishda ilgari bo'lgan edi. Masalan, maxsus sahih kitobni ayrishda tunji arg'ini Buxoriy, undan keyin Muslim, undan keyin masalan Ibn Huzayma chiqdi, Ibn Hibbollar chiqdi. Masalan, o Buxoriy va Muslimningki sahihni, g'ayri sahihni ayirib, maxsus sahihga ayrim kitob yozishda buningki nimasi ilgari. Masalan, oldida manganlik bir nimasi va sifati va shuni xudimmi, ya'ni bu Buxoriy va Muslimga kelgan hadis, ya'ni muttafaqun alayh bo'lgan hadis, mana shunaqamizda muhtabbil qara'in bo'lishga haqli.
Yani biz üçüncüsü kasıt ise bir yerdeki ulemalarımızınki. Yani biz İslam ulemalarımızınki bu Bukhari ve Müslim üç kısmın kitabını makbul deb kabul kılganlıkını anlayacak. Demek bütün ulemalarımız bizden hadis sahasındaki müteber olan o müzik ulemalar yani Bukhari ve Müslim'in bu kitabı mudurva makbuldur deb kabul kılganlıkını üzülen bu nimede ilimni ifadeleştirme mudurva en güçlü bıraktır. Yani bu şu mutawatir dərəcə toşmağan, mutawatirlikdən qasir bolğan, mutawatirlikdən tüvən mutawatirlik yetməydigan yolunun köp buluşu. Üzüzülan bu yerdəki ilimni ifadələşdə ən güclükdür. Demək mutawatir hamda edis mutawatir olubdu. Bu ən yuqur. Demək mutawatirlikə toşmaydı. Amma mutawatirlikdən xali bolğan, mutawatirlikə apırdıgan muşu nimələrdir yolunun köp buluşunun xali bolğan bu hadislər içində ilimni ifadələşdə, yəni bu işinki səhihlikini, sıdqını ifadələşdə ən nimədir o güclük bolğan yolcudur. Demək bütün ulemalarımızın baxdığımızda icması var. Bütün ulemalarımızınki icması amma şu Bukhari və Müslimninki hadisləri, yəni bu məqbuldur da belə kəlgənlikini özü buradakı bununki Bukhari və Müslimninki çıxqan, yəni muttafaqun alayhi bolğan hadisninki güclü ikənligininki alaylı bolğan deyillərdən dolayı. İkincisi qasir ise bu muhtabbil qaim bolğandan ki böyle Bukhari ve Müslim keltirgen muttafaqun alayhi bolğan hadis muhtabbil qaim deb düşünsek boldu ekan. İkinci birisi qasir meşhur. Yani hadisnin bolğan bolsa meşhur olmaz. Eğer onunki mesela eğer bu hadisninki bir qancha yolları var. Demek hadis meşhur. Hadisi yolları yani 3 ya 3'tün köp bolğan senede var hadisninki. Hem bu senetlerinin hemmesi ravilarının zayıf buluşundan illetlerden hali. Demek 3 tane senedi var, üçüncüsü sahih. Demek bu hadisninki yolu aylıkına değmez. Hemmesi 3 4 ya 5 6 ya 7 8 demek mutawatirga bağmagan hem de şu köp sandaki adamlar rivayet kılgan meşhur hadis ama bunun her bir senedi öz zatı bilen mustaqil mıdır o sahihdir. Demek bunda olsa bu mu yine hadisinin qatarı muhtabbil qara'atın qatarı. Demek ma'lum bo'lgan hadisi garip. Mesela bir hadisi gariptin birisi yo'li birdan bo'lgan birisi hadisin birisi. Yani hadisi meşhur, muhtabbil hadis meşhur bo'lgan nimasi bir sahih hadisdan birisi. Yani hem yo'li sahih bo'lgan meşhur hadisdan birisi zid kelgan chog'ida biz meşhur bo'lgan sahih hadisni olamiz. Chunki bu muhtabbil qara'in degan meşhur. Yine birisi qasisa şu mutqin bo'lgan hofiz imomlar bilan musalsal bo'lgan xabarlar. Bu g'arib bo'lmagan bo'lsa. Masalan deydi, har biri, ya'ni buni raviylari qolsak, bu nima qilgan? Imomlardan musalsal bo'lgan hadis. Normal bo'lgan ravi, normal bo'lgan sahihning shartlarini to'lgan raviylardan tashqari bu shu babdagi imom deb sanaladigan, hofiz deb sanaladigan hadisdagi eng yuqori saviyadagi kishilardan nima qilgan? Musalsal bo'lgan. Demak, buningki birinchi raviysi va indalik hofiz, tabiinsi va tabiiy tabiinsi va shunday qiliq hofiz imom, shunda musalsal bo'lgan, tasalsul bo'lgan bunday hadislarni biz yana muhtabbil qara'in deymiz deydi. Masalan, qanday hadis esa bu hadisninki İmam Ahmed, İmam Şafii'den, İmam Şafii, İmam Malik'ten rivayet kılan hadis. İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Şafii'den aldı. İmam Şafii, İmam Malik'ten aldı. Demek bu bütün imamlar ile musalsal oldu. Yani bununki 5 İmam Malik, İmam Şafii, onunki İmam Ahmed geldi. Yani miyade ahir yokan bu hadisin bu mesava garip. Fakat bu yoldan rivayet kılan bulmaysa, yani bu yoldan rivayet kılan çağda yani muhtemelen qaim bulmaydı. Endi bununla mesela İmam Ahmed'ke İmam Şafii'den rivayet kılışta gayri bununla şujuk olgan bolsa. Mesela İmam Şafii'den algan adam bu hadisni İmam Ahmed'le emas. İmam Ahmed'den başka yani İmam Şafii'den algan başka bir nimasi var, ravisi var. Hem shuningdek İmam Şafii'ye bu hadisni İmam Malik'den rivayet kılışta yana birisi ona şöylashgan bo'ldi. Demek ki İmam Malik'den algan adam faqat İmam Şafii'den emas. Demek İmam Malik'ten İmam Şafii aldı, hem İmam Şafii'den başka yine başka bir ravi aldı. İmam Şafii'den İmam Ahmed aldı ama İmam Şafii'den İmam Ahmed'den başka yine bir. Demek endi bular hadis hem hadis bilan bo'ldi va musalsal imomlar bilan musalsal oldu. Hem bu hadisning sanadi faqat bu imomlar bilan g'arib bo'lib qolgan imomlar bilan yani biz g'arib nisbida binasi o'qigan va ashab olsan oldu. Demek ma'lum bir imomdan ma'lum bir sanadiga nima qilganda va yolg'iz bo'lib qolmadi. Demek ki bu hadis hem muhtabbil qara'indir. Demek normal bo'lgan ma'lum bir hadis sahihninki shakliga tushgan ravidan rivayet qilgan hadisni qarag'an vaqtda bu imomlarninki yo'l orqali rivayet qilgan hadismi bir daraja sahihlikda
aldığı turdu. Yani muhtabbil qara'in deganimiz aşu. Bu muhtabbil qara'in bo'lgan hukmi qanday desa, normal bo'lgan maqbul hadis, maqbul bo'lgan hadis, buning hukmi albatta maqbul. Ammo bu deydi her qanday xabar rivoyatda, ya'ni xabar rivoyatninki her qanday xabar maqbul bo'lgan hadislarning eng kuchligidir. Demak, mushu xabar rivoyat qatorida, ya'ni xabar ahadlarning ichidagi maqbul bo'lgan xabar rivoyatninki eng kuchligi mushu xabarul maqbul al-muhtabbil qara'in degan musfay tushgan, ya'ni biz yuqorida deb so'z etgan mush hadislar eng kuchli hadislar bu tarjihatda shunga diqqat qildi. Shuning uchun agar bir muhtabbil qara'in bo'lgan bir xabar rivoyat, ya'ni xabar rivoyat bo'lgan bir hadis yana normal muhtabbil qara'in bo'lmagan bu shundaq bir xabar rivoyatlarni qilgan bo'lsa va xabarlar bilan ta'arruz qilgan chog'da biz qanalimiz quddima al-xabar muhtabbil qara'in. Bu chog'da muhtabbil qara'in bo'lgan xabarni ilga oldirib chiqamiz deydi. Oldirib chiqamiz. Demakki, bu yerdagi gap nima desa, bu normal hammasi o'zlariga maqbul, ammo ta'arruz bo'lgan chog'da bu yerdagi xabar muhtabbil qara'in bo'lganlari muhtabbil qara'in bo'lmagan xabarlar ustidan chiqadi. Endi bu yerda bir bab chiqdi, bayqasdan kanallig'imi yuqorqi mazmunlarni ko'rgandan keyin bir narsa his qilgan bo'lishi mumkin. Nima desa, ta'arruz kelgan chog'da biz ma'nolimiz ma'no qo'yamiz degandan keyin demakki, hadis maqbul ekan, o'zining sanadidagi, o'zining ravilardagi hadis shartlariningki qo'yilgan o'lchamlar bilan bu hadis maqbul bo'lgan. Ammo maqbul bo'lib qolibmi, qoidasini o'zi ekan, demak ma'nolimiz ma'no qo'yamiz. Maqbul desa ma'nolimiz ma'no qo'yamiz degan, demak qatini bu amal qilmaydi. Demak, ana bu yerdan bir bob chiqadi. Shu yerdagi ikkinchi bob nima desa, xabarul maqbulninki amal qilinadigan va amal qilmaydigan bo'lishi. Ya'ni xabarul maqbulninki unaga amal qilinadigan va unaga amal qilmaydigan nuqtaga bo'linishi. Demak, xabarul maqbulning hammaga mutlaq amal qilish mumkin, ba'zi joylarda mumkin bo'lmay qoladi. Shunga ham mumkin bo'lganninki o'zi hammaga amal qilganninki ayrim bor. Endi ba'zi joyda amal qilolmayotgan, ta'arruz qiladigan yakanda bunaqa ikkini birga amal qilish to'g'ri kelib qoladigan bunda bir ziddiyatlik ahvollar yo'qmiz. Shu vaqtda bu yerda bir bob chiqadi. Endi xabarul maqbul shu nuqtadan amal qilinadigan xabar maqbul. Endi o'zining sanadiga o'zining ma'lum o'lchamlari qo'yilgan bizga shartimiz bo'yicha tamoman bu hadis sahih, hadis maqbul. Ammo shu amal qilinadigan va amal qilmaydigan xabar vohidda ikkiga bo'linadi. Endi shu nuqtadan shu bizning mushadiki asosdan ulum hadisning turlarini ikkida tur maydon qiladi. U ikki tur qaysi? Muhkam va muxtalafil hadis, yana birisi nasikh mansukh. Demak, muhkam muxtalafil hadis degan bir tur, yana birisi nasikh mansukh degan tur. Ikki tur, ya'ni mushadiki hadislardagi amal qilingan, amal qilmaydigan nuqtadan ikki dona tur ulum hadisda maydonga kelgan deydi. Endi bu qaysi desa biz bu yerdagi tushunamiz, masalan, muhkam va muxtalafil hadis deb yana birisi nasikh mansukh deymiz. Endi bu gapni kitobni ichiga kirgan chog'ingizda tushunasizlar. Muhkam muxtalafil hadis deganimiz qaysi desa, muhkam hadisniki bo'lmasa ta'arruzdan aloqador. Bir hadis keldi, hadis kelibdi, bu hadisga mazmun shu mavzuda hech qanday qarshi keladigan bir hadis yo'q. Bu hadis o'zining babida, o'zining mazmuni, o'zining mavzusida unaga qarshi keladigan, uningga zid keladigan hech qanday bir hadis yo'q. Bu hadisning o'zini muldurwa muhkamdir. Demak, bu nurg'un hadislar shunda. Nurg'un hadislarga hech qanday hadis kelmaydi, uni amal qilmaydi. Demak, hadislarning nurg'un esa muhkamul hadis. Ammo bu bilan hadislar borki, bu hadislarning mazmuniga amal qilsak, yana bir hadis. U hadismi maqbul, u hadismi sahih, demak, kuchli bo'lgan, yana kuchli o'xshash bo'lgan nurg'un hadislar birisi-biriga unda qarshi ma'nolarni maqbulda va ifodalab qo'yganlikdan ziddiyat kelib chiqadi, ta'arruz kelib chiqadi. Demak, ta'arruz bo'lganning hammasi bu yerda muxtalaful hadis. Endi mana nasikh mansukhni shu biz ta'arruz kelgan chog'dagi hadisni nasxdan babiga tushuntiramiz. Demak, shu hadis ta'arruz keldi. Binaga amal qilaman, binaga amal qilinmayman degan bu gapni chiqarganimizdan uzudullam mishadagi bu ikki turlik hadisningki ta'rifini qilishga biz muhtoj bo'lib qolamiz. Ana muhkam degan nima desa, hadislardagi hadis muhkam deb qolsa, qanday hadisga deb qolmaydi. Muhkam deganimiz bu ahkama, atqana ma'nosidagi ahkama degan fe'ldan chiqqan ism maf'ul. Islohda nima desa, u o'zining o'qishining qarshi kelishidan, muarisizdan sog'lom qolgan maqbul hadis.
üzünün oxşaşı ama mühim gap. Yani üzünün tüyündeki karşı gelse o etken bu hadis muhtemelen aylanmaydı. Mesela bir hadis var, bu hadis sahih. Ama bir zayıf hadisin birisi kelip bu sahih zıt geldi. Bu sahih hadisga amal qilib bu zayıfning sahihiga, yani ojiz hadisninki va sahih hadis qilib kelganligi va zıt kelganligi buniki muhkamligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Demek ki yakında bir hadis nima qanday hadis? Bir hadis o'ziniki sahih lizati bo'lgan bir hadis, sahih lizati bo'lgan bir hadis, ammo o'ziga tu'yindiki bo'lgan hasan lig'ayri bo'lgan bir hadisdan birisi bu sahih lizati hadis qilib keldi va zid keldi. Demek bu çağda bu hadis nima aylanmaydi va muhkamlikdan muxtalif aylanmaydi. Muhkamlik tururdi. Demek bu hadisga biz sahih lizati amal qilamiz, hasan lig'ayri tashlayveramiz. Demek hem de bir yerdeki üzünü okşu. Demek her cihette bu sehil-i zatihka mesela hasen-li zatihka sehil-li gayri hakkında zıt kelgen bolsa. Demek ki üzünü okşunun ki onunla taarruz kılışıdan sağlamak kalır hadis. Endi bir hadisi makbulken, mesela hadisi hasen deymiz, hadisi hasen-li gayri deymiz mesela. Bu makbulken ama makbul bu durup üzün güçlük bolgan sehil-i zati yoki bunday hadisga kelgan bolsa bu mesele var. Bu hadisinde şazda ayrım bir babımız var. Bunu mesela hadis makbul durup üzün güçlüküne karşı kapılan bu hadislerindeki namını. Ama üzü zayıf durup, üzü eslimiz zayıf durup sahihsiz kelgan bolsa bu üzün zayıflıkın takım aşık mümkün deymiz bu ayrım gap. Lekin hadisinde sahihinki onunki o'rniga hech qachon ta'sir ko'rsatmaydi. Demek ki bir yerdeki muhkam degan nima desa, üzünün o'xshash bo'lgan bir maqbul, o'zi o'xshash derecedeki bir hadisninki onunla zikredilişi nima qilgan va salomat bo'lgan hadisni biz muhkam hadis deymiz. Endi ko'p hadislarning ko'pi ekstra hadis, yani nurg'un hadislar mushturdir. Nurg'un hadislarga anda o'zining babida o'xshash bo'lgan bir hadis unga qarshi keladigan, taarruz qiladigan ish yo'q. Demak, nurg'un hadislarda buna taarruz kelmaydi. Ammo mushu nimaga amma ahadisul mutaariza al muxtalifa bu biz qarshi keladigan, taarruz qiladigan bu hadislarning umumiga nisbatan intayin az. Yani muhtelif hadis deymiz, bu hadisninki biz qarshi qilgan hadislar chiqqanicha va jug'lashga yoki bunda biz bir taarruzga kirib qolgan hadislar az. Bu bizdeki demek taarruzning xayini, o'zining o'qishininki mislihi eng muhim gap, bu diqqat qilishlik mislihi. O'zining o'qishini unga taarruz qilishini xoli qilgan, ya'ni buni qarshi qilgan bir hadis bo'lmagan hadislar hammasi buni biz muhkam deymiz. Muhtelif hadis degan nimasi lug'atda o ixtilofdir, ittifoqning ziddi bo'lgan ixtilofninki ism fa'ili, ya'ni anda da muhtelif hadisninki ma'nosi yana bizga nima qilgan va bizga yetgan va halbuki ba'zi ma'noda nima kelgan va qarshi kelgan, yana ma'noda bir zid kelgan hadislar demakchi. Ve bizga yetib keldi, har ikkisi o'zining sanadi bilan keldi, ammo bu ma'no jihatda birisi-birisining va mazmun jihatda birisi-birisiga taarruz, birisi-birisiga zid. Endi bu hadislarni biz muxtaliful hadis deb ataymiz, muxtaliful hadis. Endi islohda buniki lug'at ma'nosi isloh qanday desa, u hadisninki hadisul maqbul al muariz bimislihi ma imkani jama baynahuma. Mana. Islohda bu nima qilish? Üzünün o'qishi bilan, o'ziga o'xshash bo'lgan bir o'qishiga, ya'ni o'ziga o'xshash, abay tushunamiz, o'ziga o'xshashga taarruz kelgan bir maqbul hadisdir. Nima bilan ikkisining orasini jam'i qilish mumkin bo'ladi. Demak, ikkisining orasini uni amal va nima qildi? Buningki jamlab, uningki har xil yo'llar bilan buzdagi taarruzni, bu xil ziddiyatni hal qildi. Jug'li bo'ldi. Bu hadis buning ismi mudurva muxtaliful hadisdir. Endi jug'lig'imizcha, jug'lig'imizdan ayrim bir bab chiqadi keyin anasmas deymiz, u ayrim bab. Bu yerdagi jug'lig'li bo'lib chiqish ma'no jihatda qaramoqqa zohirsa bu birisi zid, birisi qarshi qilyotadi, ammo buni jug'lash, ya'ni qanday yo'ldan jug'lasak, chiqib buni bizningki Imom Suyuti rahimahulloh Tadribur Ravi kitobida 50 nechadan yo'lni sanagan. Demak, mush yo'llarni qaysi bir yo'lga kelsak, balkim buni 125 degan ba'zi ulamolar, demak, mush yo'llarni qaysi bir yo'ldan kelsak, buncha va jug'lash imkoniyati bo'lib qolsa, jug'lasak, uni biz imkoniyat bilan jug'lasak masalaymiz. Endi hadis qanday hadis kelsa, ta'rifni sharh kelsak, u asosi hadis sahih yoki hasan hadiski, yana uning martabada kuchda shunga o'xshash bo'lgan yana bir hadis kelib, ma'noda zohiratan unga zid kelgan.
Endi mushu ammo ma'noda zohiratdan zid kelgan bo'lsa-mu, ulul ilm val fahm sohib. Ilm ahli ila o'tkir tushuncha egalariga mush hadisning mazmunini maqbul bo'lgan bir shaklda jug'lash mumkin bo'ldi. Demak, shunda bo'lsa buni ismimiz muxtalaful hadis deb ataydi ekanmiz. Masalan, misoli payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning la adva va la qira degan hadis. La adva deganimiz, ya'ni adva ya'ni yuqish degan gap, yana kasalliklarning, mikroblarning odamning birisiga yuqishi yo'q va la qira. Qira degan qadimdagi jahiliyatdagi qushlarni uchirtib o'ng taraf ussa tarayvarkan so'l taraf ussa ziyon borkan deb bunda safarlarga chiqarchaqda mana shu qilachaqda bunday qilgan bir shumpa ilishlaymiz go. Demak bu hadisda shumpa ilishning hech qanday ahamiyati yo'q, bu bir yo'q ish ekanligi, advaning yo'qish degan gapning yo'q ekanligini ifodalaydi. Demak yo'qish yo'q deydi. Bu hadisni Muslim keltirgan, Muslim keltirgan deb bo'g'laydi sahih ekan deb tushunsak bo'ldi. Endi sahih. Ammo yana bir hadis Buxoriyda firra minal majzum firaraka min asad degan hadis. Ya'ni Buxoriy hadisi. Demak bu Buxoriy rivoyat qilgan bu bir nima deysiz? Bu bir sahih hadis. Demak har ikkisi yuqoridagi hadisdan chiqadiki, nima deydi? Yo'qish degan narsa yo'q. Anda kasal odamga birisi yo'qolgan ahvol yo'q dedi hadisda. Ammo ma hadis nima deydi? Majzum. Ya'ni juzam kasal va bizdagi juzam kasal deb ataydi. Bu juzam kasaliga giribtor bo'lgandan xuddi sen yo'ldan qochganda qasidir. Yuqmasa nima ish qachidim yerda. Demak, mahallasidan kelmada, ya'ni bizga tushungan, bizga ko'rgan mazmunni, demak, juzam kasal yo'qdi ekan, shu bilan nima qilsak o'tgan degan bir mazmun chiqdi. Demak, a mazmunda kasal yo'qdi deydi, ma'lumot yo'qmaydi. Endi bu ishning har ikkala hadis nimadir? Sahihdir. Har ikkala sahih zoti. Birisi-biriga ta'arruz keldi, birisi-birisini endi bu yerda biz endi buni har xil yo'l orqali jug'lashga muhtoj bo'lamiz. Endi shuni jug'lash mumkin bo'lsa, bu hadisning ismi muxtasar hadis. Agar jug'lash mumkin bo'lmasa, uni ismi ayrim. Ya'ni jug'lash mumkin bo'lishi muxtasar hadisning sharti tamom. Bu ikki hadis sahih har ikkalasi, ammo har ikkalasining zahiri ta'arruz. Chunki birinchi hadisda u advani yuqum degan narsani nafiy qildi. Demak, birinchisi la adva degani yuqum degan narsa yo'q, yo'qmaydi. Ikkinchisi uni isbotlaydi. Demak, bu qochqan, undan yo'las qochqan degandan keyin, demak, qochmasang sana yo'qdi degan gap chiqdi degan gapni biz zohirdan tushunamiz. Ulamolarimiz bu ikki hadisning orasini jug'ladi, uning ma'nosini xilma-xil yo'llar bilan muvofiqlashtirgan. Ya'ni ba'zi uni deydi, ba'zi bu har xil yo'llar bilan. Buningcha va ikki hadisning mazmunini bir-biriga zid kelmay, anda demakki, muomala demakki, ikki hadisning mazmunini bir-biriga zid keltirmay, bu yerda ziddiyatni hal qildi. Endi bu ziddiyatni hal qilgan yo'llardan biri, buni biz Hafiz ibn Hajar, ya'ni Buxoriyning shayxiga Fathul Bariyning muallifi tanlagan shu hal qilish usulini, shu hal qilish usulini biz bu yerda zikr qilamiz. Buning mazmuni bunday deydi. Bunda ya'ni buning mazmuni matvandigicha, ya'ni buni jug'lashninki yo'llari. Birinchisi deydi-ki, bu ikki hadisninki orasi jug'lash. Bir hadisda yuqum bor yo'q degan bu ikki hadisning orasini jug'lashninki yo'li shuki, deyildi. Adva asli yuqish degan gap asla yo'q. G'ayri sabita. Bu chava hech qanday chava isbotlanmagan yo'q bir gap. Yuqgan degan kasal, ma'nodan yo'qdi deydigan gap asla yo'q. Bu yo'qligini deyiladi, bu shuni kuchlantirgan qarash qas desa, yana bir yo'lda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deyki, la yu'di shay'un shay'an. Ya'ni bir narsaga yo'qtiranman. Bu aniqa ma'va yuqmaydi degan gapni muhaddis kuchlantirdi. Yana birisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haliqi mushunda bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu gapiga haliqi menda savol qo'ygan kishiga bergan javobi dediki, u kishi uni arizamida savol qilib dediki, ba'irul ajrab, masalan bir qo'tur kasal qilib qolgan menda tugilar, bir saq tugilarning orasida bo'ladi. Undan keyin u saq tugama haliqi shu qo'tur tugining orasida uni qo'tolib qoladi. Ama bu yuqmas olsa, bu saq tugini qo'taq tugini orasiga qo'ysak, bu qo'ta nima ish qo'tolib qoldi. Demak, yuqilgan ish bor ekan deganga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdiki, faman adal awwal. Ay birinchi qo'tag'i, ma ikkinchi qo'tag'i olsin kallan bu juma birinchi qo'tag'i yo'qdi. Ay birinchi qo'ta aslidagi qo'ta tugiga nereden yuqqan? Kim yuqtirdi? Yana demakki, Alloh subhanahu va taolo mush ikkinchi tugidagi shu qo'tor shu kasalni ibtada baştan tuncu yarattı, xuddi birinchisini
yaratgandek va boshni yaratgandek. Anda anında ma'ni qilgan ish yo'q. Ay birinchisiga qandaqki Alloh shu kasalni shuningga sabab shuningda yaratgan bo'lsa, ma ikkinchisiga ma shunday chava anda yuqib bunday chiqib emas, o'sha Allohning irodasi bilan aşağı chava yengilin Alloh shu yaratgan bo'lgan bo'ldi deb anaqa mushu javobni berdi. Endi anda da demek ki mazmundan qargan vaqtida ikkisiniki buni ayzaq kuchlantirishi bilan demek ki İbn Hajarning tanlashi yo'qish tutgan gap yo'q ekan. Anda olsa Rasulullah'ın ayadaki buyruqiki meczumdin yani düzen kesilib yo'liqqan adamdan sen yo'llasdan qochgandek qash deb bu yerdagi meczumdin qishqi bo'lgan buyruq bu saddi zaroir bobidir. Yana bir qanday saddi zaroir degani saddi zaroir shunimiz qo'y, ma'lum bir yomonlikniki oldini olish uchun to'g'ri bo'lgan bir yo'lnoma. Masalan, meczumlik ishini turish as to'g'ri. Amma shu turish to'g'ri bo'lsa-mu, lekin bir xato bo'lgan bir ishga yo'l ochib qo'ydigan bo'lsa, uni kelgan. Demak, saduzaygan shu o'zininki bir ma'lum bir to'g'ri bo'lgan ishimi bir xato ishga vosita bo'lib qolganligi sababidan nima qilamiz? Cheklangan bo'lsa, buni saduzay deymiz. Demak, gapning mazmuni juzam qismini qayta o'zish bo'lmaydi. Bu yerdagi javob bu asli bu to'g'ri ishdi, ammo bir xato ishga sabab bo'lib qolganligini cheklangan demak. Masalan, shu sekdaydi-ki, yani qanday saduzayligini bir shu meczum bo'lgan shu meczum kesilgan, juzam kesilgan yo'liqqan odamga aralashgan shaxsga shu juzamlik kesilidan bir narsa Allohning uningga tunji taqdir qilishi bilan, anda juzam odamning yo'qishidan emas, Alloh taqdir qilib, o'shani qish oldigan odamga shu juzamlik kesildan bir narsa hosil bo'lib qilish ittifoq qilib, o'sha o'ltirib qolsa uningga bir juzam kesil bo'lib qilib ben anı yok demez. Şunu biz ne yapıldık? Mahadis'ten mezmun büyünce, meyadiyken büyünce. Ama şu Allah şunun karşında bir yok cüzam kısmını yaratsa, şunun ki oltuğallığı, aş sorunda oltuğallığı uduluk kelep, şunun olan bu cahil insan oylap kalıyor ki, ana şu keşte oltuğallığı, cüzam edeminin keşte ağırlaşkallığı sebebinin boptumuş o cüzam kısmıyla. Onun kendine bize muhaldam. Cüzamga aralashganlik sababidan bo'pti deb o'ylab qo'yg'ay, undan keyin kasal yo'qotgan debligimda advani kasalning yo'qishininki to'g'ri ekanligini e'tiqod qilib gunoh uchib qoladi. Shuning bilan mushunda gunoh uchib qolib bir Rasululloh yo'q degan bir juzam, hali uyqum degan narsani bor ekan deb bunda xato aqidaga, xato bir qarashga chiqib gunohga bo'lib qolmaslik uchun shuning bilan mushu gunohga tushib qilish sabab bo'ladigan e'tiqodga tushib qilishdan saqlash uchun meczumdan yiroq turishga buyurilgan deydi. Demak, Ibn Hajar buni ma'qul shaklda. Demak ham yuqum degan narsa yo'q. Bu ma'qul sababdan Rasulullohniki "Faraminal meczum farag'an" degandagi esm bo'lgan mazmunda bunda yo'l orqali jug'ladi. Boshqa ulamolar boshqa shaklda, ya'ni yuqumdan xuddi sehrga o'xshash yuqumni o'z zag'ida yo'qishligan iliqimda iqtidor hammasi Allohning irodasi bilan sehrma o'z zag'ida ta'sir ko'rsatmaydi, ammo illa bi iznillah Allohning izni bilan bu o'xshay yuqumni o'z zag'ida yo'qolgan ish yo'q, ammo Allohning izni bilan bu muchava bu degan yo'qolganlarni har xil yo'lda yo'qolgan. Demakki, qanday yo'ldan bo'lsin, chiqib bir ta'aruz kelgan hadisni ikkining mazmunini bir yerga keltirguli bo'lsa, buning ismi muxtalaful hadisdir deydi. Endi yana bir nuqta. Endi biz muxtalaful hadisni tushunib bo'lgan bo'lsak, bu ta'aruz degan gap chiqdi. Hadis o'xshash bo'lgan quvvatdagi, o'xshash bo'lgan bir martabadagi ikki hadis ta'aruz kelgan chog'da maqbul bo'lgan ta'aruz kelgan ikki hadisni uchratgan odamga nima vojib? Oldimizga ikki hadis zid keldi mana jihatda, mazmun jihati biz qarshi keldi. Avval biz nima qilishimiz kerak deydi. Birinchi ma'noda uningga tuvandagi bosqichni bilish kerak. Birinchi bosqich ikkisining orasi agar jug'lash mumkin bo'lsa, yuqori jug'ildi va hadisni mushunga o'xshash hadisni orasini, ikki hadisning orasini jug'lash mumkin bo'lsa, u yerda boshqa qadamni bosmaymiz, jug'lash va tayin topadi, u ikkisiga amal qilish vojib. Demak, jug'lash deganimiz uniga amal qildik, buniga amal qildik. Demak, al-ihmal xayrun min al-ihmal. Demak, bir hadisni yana bir tashviq etib, uni javobini amal qilmay ma'no qil degandan her ikkisiga o'z loyiqat amal qilib, birisi degan javob yuqori qadar jug'lab, hal qilib, har ikkisi amal qilganimiz eng muhim yo'l. Agar jug'lash mumkinligi bo'lib qolsa, buni tashlab qolib, yana bir amal qilman deyish javob to'g'ri emas. Uningga nima qilish kerak? Jug'lab, har ikkisi amal qilish lozim. Ammo ikkinchisi, agar uning orasidagi bu yerdagi yuqorida biz bir qancha yo'llar bor, jug'lashning yo'llaridir.
hech qanday bir yo'l bilan hech qanday bir yo'ldan ikkilasiki arasiki biz yani halda jug'lash mumkin bo'lmagan bo'lsa jug'lamaydi ekan. Endi bu chog'dagi masala demak hadis muxtalif hadis da'asini chiqibdi. Muxtalif hadis emas endi bu. Jug'luqli mumkin bo'lgan chog'da undan keyin muxtalif. Demak bu hadis endi jug'luqli bo'lmayotgan da'arga. Demak buni haqqan jug'lab baqsaqma bu ma'nosi bir yerga tatbiq qilib bir yerga baqsaqma kelmaydi. Bunda bo'lsa qanday qilish kerak degan chog'da buningda bosilgan 3 qadam bor. Birinchisi agar u ikkisininki birining nasihligi bilinsa, biz nasxni oldiga chiqamiz, uni amal qilamiz, mansxni tashlaymiz. Demak, nasxni deb bir bab deb tushsam, nasxi yana Rasulullohninki mayli oyat bo'lsin, mayli hadis bo'lsin, keyin kelgan bir hukm bilan ilgari bo'lgan hukmni amaldan qoldirish deymiz. Demakki, ikki hadis keldi, ikkisi mazmuni zid. Ammo ikki hadisning birisi ninki nasx ekanligi bilan deyki ma'lum bir nasxiga adolat qilgan ma'lum bir dalillar bilan bizningki birisi nasx ekan, ya'ni amaldan qoldiruvchi kim kelgan ekan, buruniki mansux ekan deb buni biladigan bo'lsak, biz o chog'da nasxga amal qilamiz. Ya'ni kim kelganiga amal qilamiz, uni oldiga chiqamiz, mansxna bu hukmni amaldan qolgan hukmni uni tashlaymiz. Agar bilmadi, balki buniki qaysi nasx, qaysi mansux buni asla bilamadik. Lekin bir yerdeki hadis keldi, zid keldi, buni jug'lash mumkin emas, ammo buni nas mansux deb nuqtaga kirgizib, buni amal qilishmi ham buniki bizning qayinlar bilan qaysi nas, qaysi mansux uni bilamiz. Bo'lgan chog'da qanday qilamiz? U ikkisining birini yana bir ustidan tarjih qilamizki, u tarjihning yo'llari 50 yoki undan ko'proq yo'lga yetadi. Demak, bu yerdagi tarjih yo'llar bizda qo'yilgan, masalan, muhtabbil qara'in bo'lg'ay yoki o hadisninki masalan ilqma shariatning o'yin asoslaridagi o'yin mazmunlaridagi ma'lum mazmunlarga yana bir qarg'an vaqtda bakroq uyg'un yoki endi bizniki tarjihat yo'llarimizniki shu yo'llarning qaysi birisiga uyg'un kelgan bo'lsa shu yo'llar bilan biz buni tarjih qilamiz, yana birini ustiga qo'yamiz. Demakki rojihni ilib marjuhni qilib qo'yishimiz. Değil. Ama üçüncü yol kalsa bu tercih kılışma hiç kaçan mümkün değil. Lem yetercihadum alakam. Birini yeni bir üstünden tercih kılkan bir yerdeki 50 net yolma kalkemi de bir hadisine maut racihken maut mercuhken de arış imkaniyetimiz oldu. Hem derecede okşaş. Bu bak nadir falan. Okşaş durmagan olsa biz o ikkilisga amal qilishdan to'xtab turamiz, hattoki bizga bir murajjah, ya'ni tercih qiluvchi dalil bizga namoyon bo'lgan qadar. Endi bu eng oxirgi yo'l. Tercih qilib birini elib, birini tashlash deganimiz eng oxirgi yo'l. Avval jug'laymiz, jug'lash mumkin bo'lmagan joyda nasixmi, mansixmi, qaysi buni araymiz. Agar nasix mansixni bilmagan joyda undan keyin tercih qilamiz. Endi bu tercih qilishimiz bizningki tercih qildik degan gapimiz bu yo'llarningki eng oxirisi shu deydi. Endi buningki ahamiyati ham buning muhimligi ham bu shu tercih babidagi shu mukammal bo'lgan, komil bo'lgan kishilar. Bu shu hadisda tercih qilish yoki muxtalif shu bablar shu fan ulum hadisningki eng muhim bo'lgan fanlar hisoblanadi. Chunki buni bilish qiyin. Nasx mansux o'shadagi jam'i qilishning yo'llari, terjihning yo'llarini bilishga ulamolarning hammasi muhtoj. Mayli biz uni fiqh ahkam chiqarlar yoki boshqa nimalarga kirgizurlar, cho'qim bu yerda biz shu yo'lni hadisningki bu hadis muhkammi, muxtaliful hadismi yoki nasx mansuxmi, endi buni muxtalif hadis bo'lsa buni qanday terjih qilamiz? Demak, shularga hamma ulamo buni bilishga muhtoj. Bununla en mükemmel biladigan, bunun en mahir bo'lgan qahisi hadis bilan fiqhni jug'ilgan imomlarimiz. Daqiq bo'lgan ma'nolarda cho'nqur cho'kkan usul ulamolarimiz bular ularga hadislardan hech qanday biri, yani az bir qismidan boshqa hech qanday birini mo'g'ul yo'q unga anda qiyin kelgan yo'q. Demak, fiqh bilan hadis orasini jug'ilgan daqiq bo'lgan inchki nuqtalarni farqlanish inchki ma'nolarga cho'nqur cho'qqan usul ulamolarimiz bu yerdagi ma'nolarningki inchki farqlarni ayirib tarjih qilishga bunga tushalaydi. Shunga bu yerdagi shunda shunday ega kishilarga bunga faqat nadir az bir sondagilari mushkul bo'lgan bo'lsa-mu, bo'lmasa qolganlarning hammasini shunday imomlarimiz buni hal qilib kelgan. Birisi ta'aruzul adilla.
Muşu delillerninki birisini taarruz kılışı. Yani böyle Islam emas. Delillerinin taarruz kılışı ulamalarımızda qattiq meşgul olgan bir iş. Yani muhimligidan ulamalarımız qattiq bir yerdeki qarasa ma qarasa ağır deliller birisi ijobiy köşesinde bir selbiy köşesi bir yerdeki meseleler nazit kelgan ahvollar ko'p. Endi mushunda bir meşgul bo'lgan bo'lsa-mu, mushu babda ulamalarımızın talanti namoyon bo'ldi, ularninki tushunchasininki inchikkanligi va ularninki ixtiyor, husn ixtiyor ham. Ularninki shu dalillarni tanlashdagi eng go'zal tanlash talantlari mushu muxtaliful hadis, mushu ta'aruzul adilla babida namoyon bo'ldi. Ve shuningdek, bir bo'lak ulamalarning do'stliqlariga mustafirin, ya'ni kichik bo'lib, ergashib bo'lib kelgan, o'zi ulamo emas, o'zi ulamo sanalgan bir bo'lak kishilar din iborat mushu ta'aruzul adillarning do'lqinlariga cho'kkan kishilarning qadamlari bu bobda ketdi. Demak, o'zini ulamo chaqlab, ulamalarning do'stliqlariga kelgan, muhtafilin degan kichik bola bo'lgan demakchi. Mushundaq bir ulamo bo'lmasimi, ulamo chaqlab mushu bobga kirgan bir kishilarningki qadamlari mushu bobda tegib ketdi. Demek bu taarruz edilen babı intayin muhim bab. Bunun da ulamalarımızdaki ilmi hem ulamalarımızdaki de neslerini düşünüştük olan dakik bulkanınki kançılık ikenliki namayan buldu. Bu şu deyillerinin taarruz edilen hal kılışta, yani taarruz edilen hal kılış usulleri hakkında süzgen kitaplar, mesela İmam İhtilaful Hadis degan kitap İmam Şafii'ninki, mushu İmam Şafii taarruz adilla haqida gap qilgan ham kitap tuzgan kishilarning o'rtasida shu. Yana birisi Ta'vil Muxtaliful Hadis. İbn Qutaybaninki Muxtaliful Hadis Ta'vil Muxtalif degan kitobi mushumu taarruz adilla haqida, mush Muxtaliful Hadis degan bab haqida so'zlagan kitobimiz. Yana birisi Tahavininki Mushkil Asar degan kitobi mushu değil taarruzları hakkında yazılgan, hadislardaki taarruzlar hakkında yazılgan en möteber kitaplar hesaplanıyor. Bugünkü dersimiz meşaçı olsun. Bugün vallahi mesela tutup kaldım. Mıhtamaptı. İnşallah ki katımlık dersimizdenki başlangıçta ama nasıl hadis ve mensuh diyenler. Bu adli gap. Şu vakti kılavatılar. Vallahi şu kilaş katımlık dersimizden ahırda intihamız oldu inşallah. İntihamızınki şekli, intihamızın kanda bulduğallığa suallarını kilaş katımlık dersimizde oturup koyumuz. Şu vakti intihamı başlamadan ama bu şakşı gelmez bunlardan. Düşenmeyenler o suallı. Düşengenler bu zaman bir tekrarlap zarap buralıqa intihamıga hazırlık yapmasak yaxşı oldu.